2025-yilning 30-dekabr kuni soat 21:25 da Milliy telekanalida Tozalovchi serialining 127-qismi namoyish etiladi. Bu sana tasodifiy emas, chunki aynan shu epizod tomoshabinni yanada chuqurroq hissiy holatga olib kirishi bilan ajralib turadi. Tozalovchi oddiy serial doirasidan chiqib ketgan asar. Unda voqealar ketma-ketligi emas, balki inson qalbidagi jarayonlar markazda turadi. Qahramonlar hayoti chang va sukut orasida kechadi, ammo har bir qaror ortida og'ir xotiralar va tanlovlar yashiringan. Serial shu jihati bilan samimiy va ishonarli ko'rinadi. 127-qismda yashirin sirlar yanada yaqqolroq ochila boshlaydi. Har bir sahna shuni eslatadiki, har chang ortida bir ayolning hikoyasi bor va bu hikoyalar befarq qoldirmaydi. Mualliflar obrazlarni bir yoqlama ko'rsatmaydi, aksincha, ularning ichki dunyosini asta-sekin ochib beradi.